Assalomu alaykum do'stlar. Mana do'stimiz Yahyo Bey Farg'ona viloyatidan tashrif buyurdilar. Bizdan 4 yil oldin apparat olganlar RKF08V degan modeldan. Hozir yana RKF08V modelidan yangi uzi apparatni qildik. Nargi apparatlari hali ishlayapti. Ularni endi shogirdlariga beryapti-da va o'zlariga yangi apparatni olib, hali ishlatilmagan apparatni olib ishlatib ko'radilar, xudo xolasa. Endi bularni o'zlariga yarasha auditoriyalari bor Farg'ona viloyatida va o'zlariga yarasha shogirdlari bor. Bu apparatlar bilan agar kimga xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, chorva fermerlari bo'lsa, telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Murojaat qilsalaringiz akamizga borib shogirdlar bilan xizmat ko'rsatishni qiladi. Yo'q, kesishni ham qilyapsizmi? Hamma yo'q. Hamma xizmatlar bor. Sun'iy yo'qlantirish. Hozir sun'iy yo'qlantirish apparatlarini yana ikkinchi marta olyapmiz mana. Shunday. Xudo xolasa tal olyapmiz. Akamizdan narsalar ko'rikkan narsalarning hammasini oldik hozir. Bemalol tekshirishlari mumkin. Sizga kattakon rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Endi xizmatdan qolmagan ekansiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi.